Surxondaryoda Mustaqillik bayrami qayerlarda va qachon o'tkaziladi? 24-avgust dushanba kuni Bandixon tumani markaziy sport o'yingohi, Boysun tumani Boysun bahori turizm majmuasida ham tashkil etiladi. 25-avgust seshanba kuni esa Sherobod tumani markaziy sport majmuasi, Oltinsoy tumani Yangi O'zbekiston madaniyat va istirohat bog'i, Qiziriq tumani markaziy sport o'yingohida. 26-avgust chorshanba kuni Termiz tumani Yangi O'zbekiston massividagi amfiteatr maydoni, Qo'rg'on tumani Navro'z istirohat bog'ida, shuningdek Sariyos tumani Shaxtiyor sport o'yingohida ham tashkil etiladi. 27-avgust payshanba kuni Sho'rchi tumani Charog'on istirohat bog'ida, Angor tumani markaziy sport o'yingohi, Uzun tumani Turon markaziy o'yingohi, shuningdek Muzrabot markaziy sport o'yingohida ham o'tkaziladi. 28-avgust juma kuni Jarqo'rg'on tuman markaziy paxtakor o'yingohida, Denov tuman yoshlar va turizm ko'chasi amfiteatrida ham tashkil etiladi. Nihoyat 29-avgust kuni Termiz shahrida viloyatning asosiy bayram tadbiri bo'lib o'tadi. Tadbir Yangi O'zbekiston massividagi amfiteatrda tashkil etiladi. Barcha bayram tadbirlari soat 19:00 da boshlanadi. Xullas, hammani bayramda kutib qolamiz.